qilayotgan jarayonim tayyor bo'ldi. Siz ushab turing shuni. Oching Qobil aka. Mana. Endi hozir aka smash suvni ichasiz. Yo'q, men ichmayman, siz ichasiz. Yo'q, aka siz ichasiz. Ya siz oldin o'zingiz bilib beringchi. Bu pulab ketma yana. Ha, Qobil aka. Silver-ku bu. Nima deysiz? Chotki. Ko'rib turgan apparatina suv filtr apparati bo'ladi. Bu Crystal Water firmasiga tegishli. Okalarimiz shunaqa ish boshlashibdi. Bu apparat suvni 80-90% ga tozalab beradi. Sog'liqqa juda foydasi bor. Sababi, agar vodoprovod suvni o'zini iste'mol qilinadigan bo'lsa, inson o'tfaq va pochkasiga juda ham zarari bor. Tavsiya qilamiz, profillarga o'tib bemalol zakaz qilishinglar mumkin.